Assalomu alaykum Mers Sprinter kanal obunachilari, Mers ishqibozlari. Bugun bizda Mercedes Sprinter arzon narxda sotiladi. 2010-yil 271 motor, zavodskoy metan benzin chiqqan. Eng max uzuni bu. Qiziqqanlar bo'lsa, boshdan texnik xarajati yo'q deyapti. Olib minishga tayyor, 4 ta baloni yangi deyapti. Mana orqa qismlari, salonlari yaxshi o'rtacha holatda ekan. Mana qiziqqanlar bo'lsa, sotilib ketmasdan oldin bog'lanib olishlaring mumkin. Motorlari joyida deyapti, avtorasxodi yo'q. Faqat pul zarligi uchun arzon narxda berib yuboryapman dedi. Mana orqasida metanlari bor ekan, zapaska baloni ham bor. Qiziqqanlar bo'lsa, shu pastdagi telefon nomerli aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa yaxshi mashina olib maza qilib minasizlar. Video yoqqan bo'lsa, like, podpiska tugmasini bosib qo'yinglar. Sog' bo'ling.